Aka nimaga kulyapsiz? Nima ekan o'zi? Ja qiziq narsa. Ko'rasizmi? Qani? Video qarang. Zapravkaga keldik, zapravkada benzin oshib ketdi, bildingmi? Nech pul? 10 ming bo'ldi. Yo'q, benzin nech pul? Ochib ketdimi? Seryo'zi? Aka, xorijliklar o'zbek tilida gapiryaptimi? Benzin so'rayaptimi? Uni hayratlanarli joyi qolmadi-yu. Yengilini eshitmadingizmi? Dunyoning eng nufuzli oliygohlaridan biri Oksford universiteti endi Markaziy Osiyo tillariga ham e'tibor qaratmoqda. 2025-yildan boshlab bu yerda o'zbek tili va qadimgi chig'atoy tili kurslari yo'lga qo'yildi. Kursni Oksfordning Osiyo va Yaqin Sharqshunoslik fakulteti tashkil qilgan. Maqsad O'zbekiston tarixi, adabiyoti va madaniyatini, shuningdek, o'zbek tilini xalqaro miqyosida o'rgatish. Bu tashabbus orqali Oksford O'zbekiston bilan madaniy va ilmiy hamkorlikni yanada kuchaytirishni rejalashtirmoqda. Saida Mirziyoyeva Buyuk Britaniyaga tashrifi chog'ida Bodlin kutubxonasini ham ko'zdan kechirgan. Unda qadimiy o'zbek manbalariga oid qo'lyozmalar va miniatyuralar namoyish etilgan. Undan tashqari, universitetdan prezidentimiz rahbarligida O'zbekistonda xotin-qizlar huquqlarini himoya qilish va imkoniyatlarini kengaytirish borasida erishgan yutuqlarining e'tirofi sifatida mukofotlandi. Endilikda chet elga borganingizda kimdir sizga o'zbek tilida murojaat qilsa, hayron bo'lmang.